Rim ustullarini quyish orqali ustalarimiz kuniga nech pul daromad qilishadi va Rim ustullari qoliplarini olishda nimalarga e'tibor berish kerak? Hozir bu videoda shu haqida batafsil ma'lumot beramiz. Ustalarimiz eng ko'p quyadigan diametri 30 sm bo'lgan yumaloq qolipimiz misolida buni tushuntirib beramiz. Agar sizda diametri 30 sm bo'lgan yumaloq qolipdan 2 komplekt bo'lsa, bir kunda bemalol 2 dona ustun quyishingiz mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda ustun quyish narxlari o'rtacha hisobda 200 ming so'm deb qabul qilsak, bitta ustun balandligi o'rtacha hisobda 3,5 metr bo'ladi. Bir kunda shu ustundan siz 2 dona quysangiz, jami bo'lib 7 metr quygan bo'lasiz. 7 metr ustunimiz 200 ming so'mdan bo'lganda 1 million 400 ming so'm bo'ladi. 400 ming so'm rasxotingiz, shogirdingizga chiqib ketgan taqdirda ham 1 million so'm sof daromad ko'rishingiz mumkin. Agar siz yumaloq emas, to'rtburchak ustun quyadigan bo'lsangiz, bir kunda bu ustundan ham siz 2 dona quyishingiz mumkin, xotirjam. To'rtburchak ustunlarimizni quyish narxlari hozirgi kunda o'rtacha hisobda 1 metrini 300 ming so'mdan quyilayotgan. Sizda 2 komplekt to'rtburchak ustun bo'ladigan bo'lsa, uni ham balandligi 3,5 metrdan bo'lsa, jami 7 metr bo'ladi. 7 metrimiz 2 million 100 ming so'm bo'ladi. 2 million 100 ming so'mdan 500 ming so'm shogirdingiz, rasxotingiz bo'lsa, kuniga 1 million 600 ming so'm sof daromad ko'rishingiz mumkin.